go'zal maxluq edi mushuk. Yo'q, Abu Hurayra degan sahoba bo'lganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu. Doim yurganlarida orqalaridan shunaqa birgalab mushuklar ergashib yurar ekandi. Abu Hurayra degani mushukchalarning otasi degan ma'no. Doim bu odamning nomlarini Abu Hurayra deyishar ekan, mushukchalarning otasi. Bularni yutuqi bor bizlar. Gunohlar xoli bulardan. Qiyomat qoyimda o'tib mana shu maxluqchalar turpoqqa aylanib ketar ekan. Bularni ko'rib turgan iymonsiz kofirlar ya laytani kuntu turaba, qaniydi biz ham hayvon bo'lib tug'ilganimizda turpoqqa aylanib ketgan bo'lar deydir ekan. Afsuslanib. Shuning uchun bu jonivorlarga umuman ozor berib bo'lmaydi. Doim uyim-butiga hadisga kelishim bilan miyov deb mana oldimga keladi. Eshitadi mana. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim Parvardigori olam hammamizni jannatda ham birga qilsin. Hayvonlarni ehtirom qilgan odamni, hurmat qilgan odamni Allohga ham yaxshi ko'rar ekan azizlarim mana. Shunaqa mana mushukcha bilan gaplashib o'tiribman, qadrdonlarim.